kishilar va muslima ayollarga muboraklik qilgan qatorida mana bu bizning kichkina bir jamoatimizda ishtirok etayotgan musulmon birodarlar va muslima ayollarga Alloh subhanahu va taolo muboraklik qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'tgan ajdodlarimizni Alloh rahmat qilsin. Gunohlarini mag'firat qilsin. Qabrlarini jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirsin. Alloh subhanahu va taolo farzandlarimizni solih, solihalardan qilsin. Baxt saodatli qilsin. Islomga muvofiq hayot kechirishlikka Alloh subhanahu va taolo tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo qariyalarimizga iymon, gunohlarini mag'firat qilishligini va ibodatlarining qabul bo'lishligini va oxirgi soatlarida iymon bilan ketishlikni Alloh taolo nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo yoshlarga tavfiq, hidoyat, rushd ato qilsin. Go'zallarga Alloh subhanahu va taolo tandurustlik va hayotining avvalgi qismida islom haqiqatlarini bilishlikni va islomga muvofiq yoshlik davrlarini o'tkazishlikni Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Bugungi kun Eid kuni. Bugungi kun musulmon kishilar va muslima ayollar uchun xursandlik kuni. Bugungi kun Ramazon sharifning musulmon birodarlar va muslima opa-singillarning vidolashilayotgan kuni. Bugungi kun Alloh subhanahu va taoloning mag'firati, rahmati jo'sh urib turgan kun. Mo'min kishi uchun, mu'mina ayol uchun o'zining gunohini mag'firat qilishligini va'da qilingan kunda turibmiz birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizning ham gunohlarimizni mag'firat qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam minbarda turganlarida 3 marta amin dedilar. Ashoblar amin deyotganliklariga ajablanib so'rashdilarki, amin dedilar 3 marta, buning sababi nima deganlarida shu bitta aminning sababini bitta aminning sababi shu bo'ldiki, 3 ta aminning dan bittasi Ramazoni sharif o'tib ketsa-yu, tamom bo'lsa-yu, gunohlari mag'firat qilingan odamganing hol o'tdi deb Jibril alayhissalom shunday dedilar, men shunga amin dedim. Ya'ni Ramazon sharif kiribdi-yu, Ramazon sharif tamom bo'lishligi bilan Ramazonning hurmatini saqlamoqda deb ketgan odam hol bo'lsin deb Jibril amin bashariyatga vahiy olib kelgan zot shu hol bo'lsin deb sayyidul bashar tamomiy insonlarning sayyidi hol bo'lsin amin dedi. Birodarlar, bu Ramazon sharifni qadrlamagan kishi Jibril amin Allohning ulug' payg'ambarlariga vahiy olib kelgan Jibril alayhissalom va tamomiy bashariyat va payg'ambarlarning sayyidi bo'lgan Muhammad alayhissalom tarafidan duolar qilinishini dunyo hamda qo'ymoqda. Ramazon kuni chiqqan
Mana shu yerda turgan jamoa o'zining bir ozgina hayotida bugun yilga o'xshagan ko'p ro'zani qadrlab qo'lidan kelgancha tutgan odamlarni ko'rmagan e'tirofini. Alloh subhanahu va taoloning tarafidan nusrat kelishligining belgisidir. Bashariyat tarixida islom Alloh subhanahu va taoloning yuborgan yo'li bo'ldi. Odam alayhissalomdan to Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan payg'ambarlarga yuborilgan din bitta din, u ham bo'lsa islomdir. Estaizu billah, inna ad-dina 'indallohil islam. Mana bu islom kelar ekan, o'tgan ummatlarga ham ro'za tutishlik farz qilindi. Bu qaysi oyda ro'za tutishlik, necha kun bo'lishligi Alloh subhanahu va taoloning o'ziga ma'lum. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirgan kishilar, sizlarga ro'za farz qilindi, xuddi sizlardan ilgarigi kishilarga farz qilingandek. Demak, ro'za tutishlik o'tgan ummatlarga ham farz qilingan. Alloh subhanahu va taolo islom ummatiga Ramazon sharifda ro'za tutishlikni farz qildi. Ramazon sharif Qur'oni Karim nozil bo'linishligining boshlanish kuni bo'ldi. Estaizu billah, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Laylatul qadr Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni nozil qildi. Bu laylatul qadr islom ummati uchun olib qo'yilgan kunidir. Ramazon sharif farz qilingandan keyin mana bu laylatul qadrda taqdirda turishlik, bu kunda sunnatga muvofiq o'tishlik islom shoirlaridan bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlar tarixida Alloh tarafidan kelgan tavhidni qabul qilishliklari oson bo'lmadi. Ular eng qattiq turgan narsa, qattiq qarshilik qilingan narsa tavhid bo'ldi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka muhitida Allohning vahdaniyatiga chaqirdilar. Makka mushriklari Allohni inkor qilmasdi. Ular Allohni bor deyishar. Koinotni yerni kim yaratgan desa Alloh deyishar. Ular Allohga ibodat ham qilishar. Kim koinotni yerdan rizq beradi desa Alloh rizq beradi.
beradi deyishardi. Kim o'ldiradi, kim tiriltiradi desa Alloh deyishardi. Kim koinotni yerni boshqaradi desa Alloh deyishardi. Lekin ibodatlarida boshqa narsalarga ham sig'inishardi. Mana shu bilan mushrik bo'lishdilarda Alloh subhanahu va taoloning rasuli ular bilan shu sohaga kelishmadilar. Va shirkning ildizi bilan qurib tashlashlik uchun payg'ambarlar jo'natildi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning aqoliy hayotidagi o'tgan biror payg'ambarlar hayotidagi kurashlari shirkni yo'qotishlik bo'ldi. Bu shirk insonlarning qalbiga o'rnashib ketgan hukmlarning ijtimoiy va iqtisodiy hayotlarga o'rnashib ketgan o'xshaydi. Shirkdan salomat bo'lishlik Alloh subhanahu va taoloning salomat qilsagina bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Inna shirka akbar min dabibin namli fi ghurbatil layli ala qurbatin sawda." Shirk odamlarning o'rtasida bahslarida qora qumursqaning kechaning qorong'iligida qora silqin qog'ozning ustida ketayotganligidan ham xavfliroq edi. Demak, bu narsa xalqlar o'rtasida nihoyat darajada o'rnashib ketgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam davridagi shirkni bilishlik uchun mashhur u kishidan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam iymon keltirgan vaqtida so'radiki, "Kafila antaru nishriyohlarga sizlarni" deganda Rasululloh menga javob berdiki, "Sab'a yetda ma'lumotga sizlarni. Bittadun bil ardi va wahidun fis sama." Olttasini yerga sumarlar, bittasi osmonda degan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam so'radiki, "Faman li rahmatika va li rahmatika?" Qala alladhi tisaba. Mo'minliging, rahmating va qo'rquving uchun qaysi ma'lumotga sig'inasan deganlarda osmondagi gap. Demak, yerdagi sig'inishlarda ham bular Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shirk dedilar. Ibodatlar duo qilishlik ibodatdir. Agar duoni Alloh subhanahu va taoloning so'ziga gapirilsa, ibodatni Allohning o'ziga qilgan bo'ladi. Agar boshqa narsadan madad so'ragan bo'lsa, ibodatni boshqa narsaga qilgan bo'ladi. Astag'firu billah va qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Alloh subhanahu va taolo menga ibodat qilinglar. Men duo qilinglar. Men ijobat qilaman. Mening ibodatimdagi menga duo qilishlikdan bosh tortgan kishilar jahannamga xor bo'lgan holatda kirishadi dedi. Demak, duo ibodat bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taoloning o'ziga qilishlik, ibodatni Alloh o'ziga qilish, boshqa narsaga qilishlik, ibodatni boshqa narsaga qilishlikdir. Mana bu narsada biz tushunmoqimiz kerak. Qurbon qilishlik, biror bir qo'yga boshqa bir narsani so'yishlik ibodatdir. Bu agar Alloh subhanahu va taoloning o'ziga so'yilsa, bu narsa ibodatni Allohga qiling. Agar boshqa narsalarga qilinsa, ma'nodatul muqaddam yo boshqa narsalarga qilinsa, daraxt boshqaga, quloq boshqaga qilinsa, ibodatni boshqa joyga qilishlikdir. Bu ibodat ba'zi bir kishilarga duo qilinsa, biz ibodat qilayotganimiz yo'q. Bu balki bir qo'yganki yo boshqa narsani so'yapti deydilar. Ularga so'raylikki, ibodatning ma'nosi nima? Bu so'yishlik bilan oxiratdan bir ajr yo'q, Allohning qudratini olib qilyapsanmi yo'qmi deb so'rasa, u albatta bu qilayotgan so'yayotgan narsasi bilan o'tgan gunohlarning hamma qilishligini va kelajakda hammaga xotirjam bo'lishlikni ta'minlaydi. Balki jannatga shu bilan kirishlikni ta'minlaydi. Ibodat ma'nosini o'zi ta'minlaydi. Mana bu narsani qo'rquv ibodatdir. Allohdan qo'rqsak, ibodatni Allohga qilgan bo'lamiz. Allohdan boshqa narsadan qo'rqsak, ibodatni boshqa narsaga qilgan bo'lamiz. Savol bo'ladiki, biz vahshiy hayvonlardan, qorong'iliklardan, ba'zi bir narsalardan qo'rqamizmi degan savol bo'ladi. Biz unga javob beramizki, agar qo'rqib
Allohning farzlarini qilmaslikka sabab bo'lsa, bu shirk deb aytamiz. Agar insonning bir odamdan qo'rqishligi, yo martabasidan qo'rqishligi, yo mol davlatining ketib qolishligidan qo'rqishligi, bu agar farzlarni tark qilishlikka sabab bo'lsa, Allohning buyurgan amallarni tark qilishlikka bo'lsa, bu ibodatni boshqa narsaga qilishlik bo'ladi, birodarlar. Har bir insondagi qo'rquv g'arizadir. Moyillik ham, umid ham shunga o'xshagan. Allohdangina umid qilamiz. Bu umidimiz bizning qalbimizda boshqa odamlardan ham umid qilishligimizga, agar umid qilishligimiz Allohning farzini tark qilishlikka sabab bo'lsa, umid bu ibodatni boshqa narsaga qilishlik. Shuning uchun yordamni biz Alloh subhanahu va taolodan so'raymiz. İyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sengagina ibodat qilamiz, senzangina yordam so'raymiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu tavhidni o'rgatdilar. Tavhid 3 qismni tashkil qiladi. Iymon, islom va iymon va ihsondir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga bir kishi kelganda, u kishi safar alomati yo'q edi. Lekin ichimizda hech kim tanimadi dedi. Nihoyatda liboslari pokiza, lekin ichimizda hech kim tanimaydigan bir kishi kirib kelganda, tizzalarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tizzalariga tegizib, duo qilganki, man islom nima? Shunda أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. İslam Allah'ın yakkaligiga, Allah'ın yakka ma'bud ekanligiga guvohlik bermoqlidir. Va Muhammad alayhissalom Allohning elchisi, Alloh tarafidan payg'ambar deb tan olmoqlidir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deyishliging demakdir. Guvohlik berishliging dedi. Guvohlik buning ma'nosi nima? Insonning yurishi, turishi, uning qilayotgan amallari Allohning yakka ma'bud deyishligiga guvohlik bermoqdir. Agar insonning qo'lida Alloh yakka ma'bud, la ilaha illalloh desa-yu, lekin uning qilayotgan amallari shirk bo'lsa, bu guvohlik bo'ladi. Uning turishi, gaplari, uning amallari Allohga shirk keltirayotganligiga guvohlik beradi. Muhammad alayhissalom Allohning elchisi deb guvohlik berishlikning ma'nosi shuki, Muhammad alayhissalom olib kelgan yo'l haq yo'ldir. Va u kishining buyurgan sunnatlarini ihyo qilishlik, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan so'z halomat Alloh tarafidan vahiy deb qabul qilishlikka, uning yurishi, turishi va qilayotgan amallari bunga guvohlik bermoqligi kerak. Muhammad alayhissalom Allohning rasuli desa-yu, lekin qilayotgan amali Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan kelgan so'zni qabul qilmasdan boshqaning so'zini qabul qilayotgan bo'lsa, uning jasadi, uning qilayotgan amallari Muhammad alayhissalom Allohning elchisi deganlikka guvohlik bermaydi, birodarlar. Shuning uchun ibodat haqiqatdir. Allohning yakka ma'bud ekanligiga guvohlik berish va Muhammad alayhissalom Allohning elchisi ekanligiga guvohlik berishlik, bu insonning hamma amalidan ko'zib turmoqligi kerak. Namozni barpo qilishlik dedilar. Islomning ikkinchi asosi namozni barpo qilishlik. Namozni o'qishlikni deb qo'ymaslar. Namozni barpo qilishlik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Sallu kama ra'aytumuni usolli." Men qanday namoz o'qigan bo'lsam shunday o'qinglar dedilar. Demak, shu ana bu bizning namozni barpo qilishligimizning alomati bo'ladi. Va tu'tiyaz zakata, zakotni berishligingiz dedilar. Zakot Alloh subhanahu va taolo tarafidan bizning molimizda farz qilingan ulug' amaldir. Namoz bilan zakot Qur'oni Karimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarida bir o'rinda zikr qilingan. Demak, biz namozda o'qigan kishilar mollari nisobga yetsa va bu nisobga yetgan mol bir yil aylanishligi bilan
zakot maqbul bo'lmaydi birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini qilmasdan boshqa ishni qilishlik u amal maqbul bo'lmaydi. Misol ta'bir joiz bo'lsa, bir kishi dadasi buyurgan buyruqni qilmasdan dadasining ashaddiy dushmani bo'lgan nohaq yo'ldagi odamni qilganini to'la qilib yurishlikning misoliga o'xshaydi, balki bundan ham battarroq. Ramazonda ro'za tutishlik dedilar. Alhamdulillahi robbil alamin, mana Ramazonda ro'za tutishlikni Alloh subhanahu va taolo nasib qilgan bo'lsa, mana bu islomning asoslaridan. Va Baytullohni haj qilishlik agar yo'lga qodir bo'lsak dedilar. Masabiy deb savol qilinganlar, yo'l nima deganlarda, as-sadu va rohila. Yo'lga qodir bo'lishlikning ma'nosi yo'lga yetarli miqdor mablag' bo'lib va borishlikka yetarli bo'ladigan narsa bilan birga bo'lgan kishilarga haj farz bo'ladi. Ayollar uchun albatta mahramlari ham bo'lib shart. Islomning 5 asosi bu. 5 asoslardan islomga bu islom binosini, islom uyi, islom binosi deydi. Agar buning 5 ta narsadan bittasi bo'lmasa, birodarlar buni aymon deyiladi, uy deyilmaydi. Dinlarni o'rganishlik uchun keldilar. Demak, islom va iymon ihson uchun din deb ataladi. Biz mana bu dinimiz nima ekanligini qisqa suratda ham bilmoqimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu tavhidning 3 rukunini bizga tushuntirdilar. Alloh subhanahu va taolo bizlarga vaqtlik va zulm dedilar. Agar kimning qo'shnisi o'zining qo'shnisidan zulmidan uning hasad adovatidan salomat bo'lmasa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu odamda islom yo'q dedilar. Birodarlar, hozirgi bir holatimizni bir ko'zga tashlaylik. Hozirgi vaqtdagi qo'shnilar o'rtasidagi soflikni yo'qolganligi bu islomning yo'qolganligining belgisidir. Islom o'zi xalqlarga tarbiya berib turgan vaqtda qo'shnilar va mahallalar o'rtasidagi ittifoqlik hozirgi vaqtdagi aka-ukalardagi ittifoqlikdan ko'ra yaxshiroqdir. Buning mana tarixlar hammasi buni isbotlaydi. Banda ولا يكسب عبد مالا حراما فينفق منه لأجل السيء ولكن يمحو السيء بالحسن ولا يمحو الخبيث بالخبيث. Banda dedilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam, molni kasb qiladigan bo'lsa, harom mol kasb qiladigan bo'lsa, bu molni nima qiladi? Inson mol topib nima qiladi? Yo'q, o'ziga sarf qiladi, farzandi va oilalariga sarf qiladi, yoki birovga sadaqat qiladi, yoki uni o'ziga ham sarf qilishlik, boshqa yerlarga sadaqat qilishlik ham nasib bo'lmasdan o'zidan keyin qo'yib ketadi. Ushbu suratdan boshqalarni yo'qdi. Agar bu haromdan topilgan bo'lsa, uni infoq qiladigan bo'lsa, o'zining xonadoniga Alloh barakotni yo'qotadi. Agar sadaqat qiladigan bo'lsa, Alloh qabul qilmaydi. Qabul qilishning devosini ko'rsatadigan bo'lsa, u hechqachon axlatni ushlaydi va axlatni ushlayishlik bilan infoq qilmaydi. Shuning uchun ham sadaqat qilishlikdan asl maqsad Alloh subhanahu va taoloning huzuriga qo'shilgan gunohlardan toza bo'lib gunohlarni yuvish. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin. Ibodatlarimizni Alloh subhanahu va taolo qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo yanagi shu vaqtlarga Alloh nasib qilsin. Islomga muvofiq hayot kechirishlikni nasib qilsin. O'tgan ajdodlarimizga Alloh rahmat qilsin. Gunohlarni mag'firat qilsin, qabrlarni jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirsin. Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda ko'p ayollar turishdi. Alloh subhanahu va taolo bu opa-singillarni o'zlarini onalik vazifasini bajarishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Bu Ramazon sharifda ko'p qilgan xizmatlarni Alloh subhanahu va taolo qabul qilsin.
mana shu iftor sahobatlarga hammalarning qo'yilgan ayollar holatda musulmon ayollar bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu dunyo qilmaslarga Alloh ajratib berdi. Hamid o'qilmadim. Bir tarafdan ularni hech qanday xorij holatlarga giriftor qilmasdan yashashga sabab bo'lishlarga ham ular ham qanoatlanadilar. Alloh subhanahu va taolo o'zlarining oilalarida islomiy bo'lganligi uchun ham qanoatlanadilar. Alloh subhanahu va taolo mana bu hozirgi vaqtda mana shu o'tirishligimizga ham ko'p xizmat qilgan birodarlarimiz va Allohu akbar deb rukuga keladi. Ruku sujud qilinishligi bilan ikkinchi rakat tamom bo'ladi-da, ikki rakat namoz o'qilishligi bilan Eid Ramazon namozi tamom bo'ladi va xutba o'qiladi. Undan keyin xutba ikkiga bo'lib o'qiladi. Birinchi misollar ikkinchi o'rtasida yengil bir o'tirish juma xutbalariga o'xshagan. Mana shu bilan Eid Ramazon tamom bo'ladi. Shunday bo'ladi. Saflar barobar bo'ladi. Oradan chiqadi. Allohu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
الله سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله
الله عليم خبير. رمضان شريف روزانه فرض qilinishiga استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allohdan taqvo sifati bilan ziynatlanishligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo bizga Ramazonda ro'za tutishlikni farz qildi. Bu kun Alloh subhanahu va taoloning bizga nihoyat darajada katta bir ne'mati. Bu kun gunohlardan mag'firat qilinishlik kunidir. Bu kunda Alloh subhanahu va taoloning buyruqlarini yana ham ko'proq qilishimiz kerak. Va'budulloha va la tushriku bihi shay'an va bil walidayni ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Yakka Allohga ibodat qilish va Allohga ibadatan sharik qilmasdan va ota-onaga yaxshilik qilishlik va qo'shnilarning yo'q qo'shnilarga yaxshilik qilishlik, uzoq qo'shnilarga yaxshilik qilishlik, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishlik, bu qarindosh urug'lar bilan ularga aloqa bog'lashlik, o'rtada adolatlar bo'lgan adolatlarni yo'qotishlik Alloh subhanahu va taoloning buyurgan buyruqlarining bir jumlasidandir. Bu kunni ulug'lashlikda Allohning buyruqlarini qilishlik bilan ulug'laylik. Bu kunda Allohga osiy bo'lishlikdan saqlanishlik bilan ulug'laylik. Alloh subhanahu va taologa biz 30 kun har kuni ahd berdikki, o'zimizni yomon narsalardan tiyishlikka ahd berdik. Bu darsning o'lchanlarimiz bizning kelajak hayotimizda ko'rinadi. Agar kim kelajak hayotida ro'za darsidan foydalanmagan bo'lsa, Ramazon sharifda u qornini ochirib yuribdi xolos. Ramazon darsidan o'ziga xulosa chiqarib qolmabdi. Bu kun Eid kuni xursandlik kuni. Eid kuni faqatgina yangi libos kiyishlik bilangina Eid bajarilmaydi. Bu kunda shariatga muvofiq hayot kechirishlikni o'zida mujassamlashtirishlik bilan va jahannam o'zidan qutulishlikka sabab bo'ladigan amallarni qilishlik bilan haqiqiy Eid bo'ladi. Ali ibn Abi Talib bir ruhbonlarning muddatiga savol qildilar: sizlarning bayraminglar qachon deganda ruhbon javob qildiki, bizning bayramimiz Allohga osiy bo'lmagan kunimiz bayramimiz. Allohga osiy bo'lishlikdan saqlab qolishimiz kerak. Shundagina bizda taqvo sifatini mujassamlashtiradi. Estaizu billah va'budulloha va la tushriku bihi shay'an va bil walidayni ihsana va bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junub wa sahibi bil janbi wa bis sabili wa ma malakat aymanukum inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى o'zlariga hokim bo'lsa o'zlariga hokim bo'lmasa ota tarafdan berilishlik farqmas. Sadaqatul fitr masjidlarning qurilishiga berilmaydi. Faqirlarning haqqini devorga yopishtirilmaydi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bunga haqqiga xizmat qilishini xohlaydi. Va shuningdek faqirlar muhtoj holatda bo'lganda ularning pullarini to'lamayotgan haqqlarga sadaqatul fitrni marham qilishni iroda qildi. Ularga faqirlardan yeyishlikdan shariatga xilof qilgan bo'ladi. Shariatga muvofiq bo'lgan insofga qodir bo'lgan ishlar beradi, muhtojlarga beradi. Masjidlarning qurilishiga bermaydi. Buning boshqa bir haqqi yo'q. Faqat buning haqqlari faqir miskinlarga turadi. Shuning uchun bu
sadaqatul fitrni zoya qilmaslik kerak. Uning o'rniga bermoqligimiz kerak. Mahallalarimizda qarindoshlarimizda bo'lgan kishilarga birinchi bermoqligimiz kerakki, xursandlik haqqida olsin. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mana bu sadaqatul fitr zakotlari bilan boylar va kambag'allar o'rtasidagi hasad, adovat, kelishmovchiliklarni oddiy suratda yo'qotdilar. U kishi bunday adovatlarni jamiyatdagi osoyishtalikni barpo qilish uchun alohida tashkilotlar qurishga muhtoj bo'lganlar. U kishining o'zlarining olib kelgan yo'llari bunday tashkilotlarni qurishlikdan xotirjam qilib qo'ydi. Bunday holatlarning ko'payishligi jamiyatdagi buzilishlikning ko'payishiga dalolat qiladi. Bunday chunki mahallalarda har bir mahalla o'zining kambag'allarni himoya qilishlik bilan islom jamiyatida adovatsiz bo'lgan bir pokiza jamiyat vujudga keladi. Bu shiorni hammamiz amal qilmoqligimiz kerak va buni ta'lim qilmoqligimiz kerak. Ustoz Akil Mahmud ham sadaqatul fitrni ta'lim o'rnatmoqchi bo'lsin. Abdullalardan boshqalardan boshqalardan Alloh subhanahu va taolo bemorlarga shifo bersin. Allah subhanahu wa ta'ala bersin. Allah subhanahu wa ta'ala vaqtlarda Alloh rahmatidan Alloh rahmatiga yurishni nasib etsin. Allah subhanahu wa ta'ala muhtojlarga davlat bersin, halol bersin. Allah subhanahu wa ta'ala haqlarni haqdan o'tishga Alloh taolo tavfiq bersin. Allah subhanahu wa ta'ala mana bu joyga ishtirok qilmoqdan bemor bo'lib bizlarni aql manfaatlardan Allah subhanahu wa ta'ala haqqimizda haq farmanlarni solih-solihlarni bu ayatlar tarafida Alloh subhanahu wa ta'ala ularga ham onalik vazifalarni esdan chiqarmaslikni adolatli qilsin. Onalik vazifasi farzandlarning islom yo'lida tarbiya qilishlikdir. Imom Buxoriy o'qigan katta zotlarni bir ayol va shu ayollar tarbiya qilgan. Mana bu narsani biz bilib qo'ymoqimiz kerak. Endi ayollarning farzandligi bir islom tarbiyasi orqasidan butun jahonda xizmat qiladigan farzandni tarbiya qilishga Alloh taolo tavfiq bergan. Alloh taolo ayollarga hammaga farzandlarni tarbiya qilishga Alloh tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo ofiyatlar bersin. Alloh subhanahu va taolo bizlar balolarni Alloh taolo islomiyatlarni maqtasin. Jumladan bizlarning ishlayotgan Allah subhanahu wa ta'ala o'zining barakatini halol kasbga bersin. Allah subhanahu wa ta'ala hamd barakatdan Allah subhanahu wa ta'ala ahli jahondagi hamd musulmonlarga Allah najot bersin. Allah subhanahu wa ta'ala mahmudlarga najot bersin. Mazlumlarga najot bersin. Allah subhanahu wa ta'ala o'zlarini rahmat qilsin. Farzandlarimizga baxt salomat islomiy hayot nasib etsin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله تعالى على خير رسوله محمد واله واصحابه اجمعين الطاهرين الطيبين وارحمنا واحفظنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين حق نستعين مبارك وسلم ربنا ارحمنا يا رحمن الرحيم لله جزاء خير مولانا الغفور استجاب لله Jangan selalu dilakukan oleh Ramadhan memberikan masukan kepada sama apapun yang berlaku. Bukan akan dilakukan oleh sama dari berbagai jalan sama apapun yang berlaku. Kalau berlaku hakiki itu saja.
أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى bu Qidircha qishlog'iga bu ibodatxona muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bu ibodatxonani shu diyordagi musulmonlarni, xususan yoshlarning islomiy axloqlarga muttasif bo'lishligiga va islomiy axloqlarga zid bo'lgan xulqlardan pok bo'lib yashashlikka sabab bo'ladigan dargoh qilsin. Alloh subhanahu va taolo shu masjidni, shu diyorlarni butun dunyoga tanitadigan allomalarni yetishib chiqishligiga sabab qilsin. Balki ba'zi bir kishilarga bu so'z bir g'alati bo'lib tuyulsa ham kerakki, bu bir kichkina masjid bo'lsa, bu kichkina masjiddan butun dunyoga shu diyorlarni tanitadigan allomalarni chiqishligi nahotki shu bir kichkina joydan ham mumkin bo'larmikin degan bir shak shubha qalblarga yo'l olishligi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlari oddiy bir masjid edi. Agar qattiqroq yomg'ir yog'sa, sajda qilgan kishilarning peshonalari loy bo'lib chiqardi. Shunaqa bir oddiy masjiddan bu masjidlarda u kishining nihoyat darajada ko'p qavatli madrasalari yo'q edi. U kishining ko'p qavatli bir dabdabali unaqa bir madrasa, jomialari yo'q edi. Shu jomialari mana shu kichkina Madina Munawvarada Alloh subhanahu va taolo nasib qilgan kishilar borishdilar. Shu oq gilam solingan maydoncha kelgan maydon edi. Shu oq gilam solib qo'yilgan maydon Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning qadimiy ilgarigi masjidlari. Keyin bir necha bor ta'mirlangandan keyin siz bilan biz ko'rgan shu masjidga aylangan. Mana shu masjidlari, madrasalari ham shu masjid edi. Jomialari ham shu masjid edi. Shu masjiddan tamomiy dunyodagi islom ummatining amonatli kishisi Abu Ubaydah radhiyallohu anhu ham shu masjidlarda ta'lim olib, shu masjiddan butun dunyoda o'zining islom ummatining amonatlisi degan axloqni mana shu masjiddan o'rganganlar. Butun mol davlatini Usmon radhiyallohu anhu, Abu Bakr radhiyallohu anhu Tabuk g'azotida so'radilarki, targ'ib qildilarki, mol davlatlarni sarf qilishlikka. Abu Bakr radhiyallohu anhu hamma mollarini Allohning yo'liga sarfladilar. Umar ibn Xattob yarim mollarini berdilar. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu ga hal abqayta li ahlika shay'an ya Abu Bakr, o'zingiz oilalaringizga ham bir narsa qo'ydingizmi deganlarda, o'zimni oilamga Alloh va rasulini qo'ydim, boshqa molni hammasini olib chiqdim degan ekanlar. Mana shu zot ham mana shu madrasada, shu masjid, kichkina masjidda ta'lim topdilar. Boshqa sahobalar Usmon radhiyallohu anhu 300 ta ochlik yilida 300 ta tuyani hamma jihozlari bilan Allohning yo'liga sarf qildilar. Bu jihod, bu tuyaning karvonidir. Hamma karvon tuya to'la edi. Bir tuya juda ko'p miqdordagi narsalarni ko'taradi birodarlar. Foyda qilib kelayotgan shu mollarini hammalari shu molni bizga savdogarlar kelib soting deganlarda, men buni sotib qo'ydim dedi. Bizga soting dedilar, bir foydasini yaxshi beraylik dedilar. Sizlar u men sotgan foydani berolmaysizlar sizlar dedilar. Qancha foyda dedilar? Biz 2 barobar beraylik shu savdo bo'lsin deganlarda, yo'q sizlar berolmaysizlar. Men 700 barobariga sotib qo'ydim dedilar. Shunda aytdilarki, qanday bu sizni molingizni 700 barobarga olgan kim dedilar? Alloh dedilar. Agar masalan shu molni shu tuyayu o'zi ustidagi molni egari jabduga hammasi Allohning yo'lida Madinaning xohlagan fuqarosiga taqsim qilinsin, birorta odamni ajratilmagan holatda dedilar. Alloh
Qur'oni Karimda kim yaxshilikni qilsa, uni 700 barobargacha ko'paytirib berishligi tamsil qilib, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin 100 habba wallohu yudha'ifu liman yasha wallohu wasi'un alim. Allohning yo'lida mollarni sarf qilgan kishilarning misoli shunga o'xshaydiki, xuddi bug'doyni bir donani yerga solgan odamning misoliga. Va u bir dona bug'doyi 7 boshoq bo'lib unib chiqqan. Har bir boshoqda 100 tadan. Bir dona bug'doyi 700 barobarga Allohning yo'lida sarf qilsa ko'payadi dedilar. Mana shunday Usmon roziyallohu anhular ko'p qavatli jami'a yo madrasalarda ta'lim olmadilar. Shu oddiy bir masjidlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarbiyalari bilan shunday martabaga erishdilar. Har bir sohada buyuk insonlarni ana shu oddiy masjid tarbiya qildiki, u tarbiyani yana bir bor takrorlanishligini bashariyat tamomiy qiyomatgacha umid qilib ketyapti, birodarlar. Shuning uchun ham Allohga osonki, bu masjidning katta kichikligida emas, birodarlar. U bir qishloq yo katta shaharda bo'lishligida emas, u masjiddagi tarbiyachiga bog'liq bo'ladi. U qalbini Alloh subhanahu va taoloning o'ziga bog'lasa, shu bog'lagan vaqtida unda bir quvvat paydo bo'ladiki, uning gapi shunchalik ta'sir qiladiki, avval Allohning kalomi va rasulining hadisiga o'zi amal qilgandan keyin gapi ta'sir qiladi-da, u toshga o'xshagan qalblarni ham yoradida uni so'zi, shun bilan u odamlar tarbiyalanadi. Va shunday allomalar mana shunday murabbiyga muhtojdir, birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning rahmati har bir narsaga sig'adi. O Allohning rahmati yomg'ir misolida, u shaharga yog'ib, qishloqqa yog'may qo'ymaydi, yo bir boynikiga yog'ib, kambag'allikka yog'may qo'ymaydi. Allohning rahmati om. Lekin yomg'ir yog'averadi-yu, yer unumdor bo'lmasa, har qancha ko'p yog'ilgan bilan foydasi bo'lmaydi. Yerning unumdorligi mana bu pokiza qalb munofiq. So'zning ashi ta'siri agar pokiza qalbga ta'sir bo'ladigan bo'lsa, shun bilan Alloh subhanahu va taolo o'zining mo'jizasini ko'rsatadiki, oddiy insonlar qarabski, odamlarning yagona orzusiga aylanadi-da, butun dunyoga shu diyorni tanitadi. Bu diyorni tanitgandan keyin bizning ajdodlarning bir sodda so'zi vujudga keladi. Mening o'ligim ham seni 40 yil boqadi deb qo'yadi. Qayerdan siz? Falon joydanman, Piston joydanman, deng boshqa mamlakatlar bor. U Andijon, boshqa Namangan, yo Qo'qon, boshqa shaharlarni bilmaydi, Toshkent ularni bilmaydi. Allohning yeri keng. Ammo Buxorodanman deysiz, biz ustozimizni shaharidan ekan bu kishi deb, siz hech kim ko'rmagan hurmatni o'zingizdan ko'raverasiz. Siz qaysi ustozlarning shaharidan ekanman, kim bu ustozi deb siz bilan biz johil bo'lib qoldik. Bu Imom Buxoriy dedilar. Shunga o'xshagan Allohga osonki, bir davrlar kelib shu yerda bir katta allomalarni Alloh mana shu dargohni nasib qilsin. Shu allomalarga yetishligiga qayerdan siz desa, Andijondanman desa bilmasa, Toshkentni bilmasa, ammo Qidirchadaman desa, bu falon alloma, u kishining kitoblari bizni qo'limizda, shu kishining qishlog'idanmiz, shu kishi tug'ilgan joydanmiz deb taniladigan bo'lib qolishi Allohga oson. Alloh subhanahu va taolo qalbimizni erib turganda duo qilaylikki, bu kichkina bir masjidni birinchi shunga sabab bo'lgan kishilarga Alloh taolo ajr azim bersin, gunohlarni mag'firat qilsin. Bu yerda o'zining hissasini qo'shgan kishilarning gunohlarini mag'firat qilsin. Farzandlarni solihalardan qilsin, olimlardan qilsin. Mana bu joyga odamlarning qalbini bog'lasin. Mana bu diyorga, bu yerga kelishlikka birodarlar qalb bog'lanmasa, bu masjid odamlar bilan obod bo'ladi. Buning boshqa bir narsa bilan obod bo'lmaydi. Endi sizlar aytishingiz mumkin ediki, bizning masjidimiz yo'q edi, shuning uchun jamoat bilan namoz o'qiy olmasdik desanglar, unda uzr edi. Hozir endi uzr qolmadi. Alloh subhanahu va taolo sizlarga bu ne'matni berdi. Ne'matning shukri u har birining jinsidan bo'ladi. Bir odamning puli bo'lsa, Allohga shukr aytib, shu molini kambag'allarga bersa, shukr degan bo'ladi. Allohga shukr, moli davlatim bor desa, shukr olmaydi. Bir odamning ilmi bo'lsa, ilmini birovlarga o'rgatsa, shunda bu shukr degan bo'ladi.
Bir odamning o'zini qishlog'ida masjidi bo'lsa, bu masjidga kelib namoz o'qisa, Allohga shukrki bizning masjidimiz bor degan bo'ladi. Lekin shu masjidga faqat tobutni ko'tarilganda keladigan bo'lsa, u Allohning shukr aytgan bo'lmaydi, birodarlar. Masjidga o'z oyog'i bilan yurib kela olmaydigan bo'lishi kerak. Hali yotib qolgan vaqtlarda odam ko'p attan qiladiki, shunday oyog'im ishlab turgan vaqtida bormagan ekanman deb. Alloh subhanahu va taolo shunga sabab bo'lganlarni Alloh taolo o'z gunohlarini mag'firat qilsin, ibodatlarini qabul qilsin. Bu yerda mana hamma yosh katta kishilar, yoshlar bu qissa qo'shganlar Alloh subhanahu va taolo ularga ajr azim bersin. Yoshlarga Alloh taolo hidoyat, tavfiq, rushd bersin. Alloh subhanahu va taolo qariyalarga uzun umr bersin. Shu yerga kim hissa qo'shgan bo'lsa, qalbida nima niyat bilan bo'lgan bo'lsa, niyatini to'g'rilasin. Va Alloh subhanahu va taolo shu to'g'ri niyatga muvofiq Alloh subhanahu va taolo unga ajr azim va maqsadini bersin. Alloh subhanahu va taolo bu yerdagi mana ayollarni ham hissasi mana qo'shilganligi bilinib turibdi. Ularni ham Alloh subhanahu va taolo onalik vazifalarini o'tashlikka Alloh tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo haq yo'lga yo'llasin. Shunday allomalarning buyisi, onasi bo'lishligini Alloh taolo ularga nasib qilsin. Birodarlar, shu allomalarni, shularni hammasini shu ayol kishi shularni ham Alloh subhanahu va taoloning yo'lida tarbiya qilishgan. Shuning uchun mana shunday kamolat vujudga kelgan. Alloh subhanahu va taolo hammalariga haq yo'lni hidoyat qilsin. Bu yerdagi mana ba'zi katta kishilar hammalar o'tirishdilar. Alloh subhanahu va taolo shuni yaxshi niyat bilan kelishganlar. Bir muborak ish, masjidning bugun ochilish kuni ekan. Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha shuni saqlasin. Shuni obod qilaman deganlarni o'zini obod qilsin, qalblarini obod qilsin, xonadonlarini obod qilsin. Vayron qilaman deganlarni Alloh taolo o'zini-yu xonadonini vayron qilsin. Sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Birodarlar, deydi ko'p kishi ko'p narsani biladi, ko'pini bilmaydi. Mana ba'zi odamlar bu yerga nima yaxshiliklar qilgan, o'zlari bilan Allohning o'rtasida sir bo'lgan ishlar bor. Buni biroq bilmaydi. Alloh biladi. Odamlarning bilmasligi zarar ham qilmaydi. Odamlar bilsa nima qila oladi bizga? Allohning bilishi o'zi kifoya bo'ladi. Bu yerda alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Mana bu mas'ul bo'lgan akamiz ro'paramizda turibdi. Ko'p bu harakat qilganlar bu kishi. O'zlaringlar hammalarga ma'lum, juda ko'p harakat qildi. Bu kishining yonlarida juda ko'p odamlar birga turdi. Bu yerni osonlashishlikda ko'p kishilar shu qalblarni shunga bog'ladi. Shunday mahalliy kishilar hammalari shunday qalblarni bog'lashlik natijasida shu narsa vujudga keldi. Alloh subhanahu va taolo bu qalb bog'lanmagandan keyin bu narsa vujudga kelmaydi, birodarlar. Mana bir podshoh bir hovuzdan biz kichkina hovuzni sutga to'ldirmoqchi bo'lgan. To'ldirmoqchi bo'lib hammaga bir kosadan sut olib kelishlikka buyursa, hamma qalbi buzilganda, men shuncha odamning ichida bir kosa suv olsam ko'pchilikning o'rtasida bilinmaydi, sekin borib quyib qo'yaveraman. Kosa bilan kelayotganligimni ko'rsa bo'ldi-da, deb u ham shu deb, bunisi ham shu degandan keyin ertaman podshoh hovuzning oldiga kelsa, bir hovuz to'la suv bo'lgan. Nima uchun? Qalb buzilgan, birodarlar. Bitta kichkina hovuzda sut bilan ham to'ldirib bo'lmaydi. Bo'lsa bitta qishloq bir kosadan sut olib keladigan bo'lsa, u katta hovuz bunyod bo'ladi. Lekin qalb buzilishligi bilan bir kichkina hovuzdan sutdan vujudga kelmaydi. Mana bu narsani vujudga kelishligi qalblarning o'nglanganligiga dalolat qiladi. Alloh subhanahu va taolo shu yerga hammani qalbini bog'lasin va ibodat qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in at-tahirin at-tayyibin. Warhamna wahshurna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Selam cemaat fazla kelmezken bir dua kılardık. Gelmezler cemaat. Amin. Sıratın müstakim. Tutalım. Genel şöyle çıkıyor. Bırak böyle. Cennette bir bayt, ya'ni jannatning uylari bu ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan va insonning xayoliga kelmagan darajadagi narsalardir.
uy ham shunga o'xshagan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana bunday jannatdagi shu uyni qurishlikka Alloh taolo shu uyni hamma shu hissa qo'shganlarga, shu yerga duo qilib turganlarga Alloh taolo shu mukofotni bersin. Endi bu masjid qurilibdi, birodarlar, bu masjid